Просто sizlarni haqingizda istardim va bugungi videoda birinchi marta reaksiya qilib ko'ramiz. Ya'ni men bilan Asilbek degan bitta kimdir ham bor. Videomiz nomi Minecraft siz ham yashay oladi. Asilbek salomlashib qo'y. Agasam Starkoni fanatlariga agar old подписчиклар bo'lsa meni taniydi. Men old подписчиклarim bo'lsa Timurboyni Buniki taniydi. Asilbek emas, просто Vayzim, men Asilbek deyman. Videoni ko'ramiz endi. Video, короче, Oldin videoni tasvirlab. ma'nosini shunday tushundim. Mana title, короче, nomidan biz Minecraftga kirmasak ham, Mirga kirmasak ham, Minecraft o'zini o'zi yengar ekan. Ana dragonni o'ldirar ekan. Shuni qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ushbu skelet qorbolaga otayotgan o'qini xato tekkizdi hamda u ajdarga tegib ajdarni o'ldirdi. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Ringdil. Bugungi videoda Minecraft qanday qilib o'zini o'zi yengish mumkinligi hamda o'yinchi bo'lmasa ham Minecraft trillion yillar davomida ajdarni yenga oladimi, yo'qmi? Mana shu savolga bugun javob beramiz. Biron joyga qulayroq o'rnashib oling hamda telefonni tezkor. Orqada cho'chqa e'tibor berdim, cho'chqaga. Просто nima bo'lyapti deb. Shu savolga bugun javob beramiz. Biron joyga qulayroq o'rnashib oling hamda telefonni tezkor qilgan holda kanalimga obuna bo'ling. What? Buni juda kichkina qilib tepparoqqa yoki pastga qo'yib qo'yish kerak edi. Chunki mana odam o'zini ham yopib qo'ydi. Ham xira bu. Bunday bo'lsa, Daligini bilib turib, buni kichkina qilish kerak. To'g'ri. Demak, biz barcha Minecraft dunyosini yuklaymiz hamda qanday qilib ushbu narsa ssenariy asosida ketishini ko'ramiz. Minecraftdagi moblarning harakatlari butunlay tasodifiy, ular o'zlariga buyurilgan Shu videolarni qala olganiki mana misol uchun Enderman videosini ko'ramiz. Minecraftdagi moblarning harakatlari internetda olganmi? Yo'q, qo'lli ham chiqqan bo'lishi mumkin. Mobga aylantiradigan mod bilan o'zi qo'llab naqlatgan bo'lishi ham mumkin. butunlay tasodifiy. Lekin adashmasam telefonda o'ynayapti. Yoki ko'raveraylik, ishlarni kod asosida bajarishadi. Lekin mana shu tasodifiy narsalar yordamida biz Minecraftni yengishgacha bora olamizmi? O'yinchisiz Minecraft dunyosi o'zini yengish uchun bizga mana shu bu lekin 100% odam mana bu qorbola. Chunki tentini bu darajada otib tashlamasa kerak. 4 ta mobning yordami kerak bo'ladi. Ushbu 4 ta mob birlashgan holda bugun Minecraftni yengishadi. Albatta skelet ham. Minecraftdagi deyarli hech qaysi mob bloklarni joyini o'zgartira olmaydi. Enderman esa bu ssenariyda bizning asosiy qahramonimiz hisoblanadi. Chunki Endermanlar bloklarni olishi hamda ular o'zlari xohlagan yerga qo'yishi mumkin. Lekin ular oladigan bloklar soni cheklangan. Bundan tashqari ular o'zlariga xohlagan strukturaga borib, uning ichidagi bloklarni ham olish imkoniyatiga ega. Tasavvur qilaylik, bir dunyo Endermanlar pastga tushib Strongholdga kirishga qaror. Nimaga faqat tasavvur qilishimiz kerak? Bizga konkret narsa kerak. Yo'q. Qarada, o'zi moblar spawn bo'lishi uchun o'yinchi kerak-da. Birinchidan. Ikkinchidan moblar harakat qilish uchun o'yinchini oldida bo'lishi kerak. Даже unga tag berilgan bo'lsa ham. Uchinchidan, generatsiya bo'lish uchun ham o'yinchi kerak. Endi bironda bo'lish uchun ham o'yinchi kerak. Ya'ni bitta o'yinchisiz qilib bo'lmaydi. Minecraft siz ham yashay oladi deyapti, lekin video nomi. Men video nomidan o'sha anolni bilarim. U moblar o'ylash kerak, qayerdir borish kerak, ular hammasi bo'lish uchun kimdir Minecraftga kirish kerak. Videoni o'zi xato ekan deysiz. Tanom ravishda qilishdi. Ammo bu yerda bitta yo'q joyi bor. Axir Endermanlar u yerga qanday qilib kirishadi? Bo't, men savolim. Biz eng avvalo moblarning ishlash prinsipini tushunishimiz kerak. Minecraftdagi deyarli barcha moblar mo'ljal kodi asosida ishlaydi. Ular o'zlariga tasodifiy bir blokni tanlab, uni yoniga borishadi. Keyin To'g'rimi? lekin nu yerda ham algoritm bor. Random bo'lmaydi, yerda. Random plus qanaqadir instinktga o'xshab beradi. tasodifiy blokdan Xuddi bo'lmasa kerak. Bu videoning egasi, короче, Daring Dil MC. Ustida kulmoqchi emasmiz, просто reaksiya qilyapmiz, o'zimiz fikrimizni aytyapmiz, yana bizga ban berib, avtorskiy prava berib, o'ylab narsa kerak emas. u yerga Просто reaksiya. Hozir YouTube'da kimga qarasa shuni yaxshi qilyapti. Biz ham qilib ko'rdik. borishadi. Mana shu tartibda ular harakatlanishni boshlaydi.
Agarda biz ma'lum bir radius ichiga ma'lum bir mobni qo'yib qo'ysak, u tasodifiy ravishda ushbu blokka borishi hamda keyinchalik ushbu blokka borishi, so'ng mana bu yerdagi blokka ham borishi mumkin. Ha, buning ehtimoli juda ham kam, ammo bu texnik imkoniyati bor. Ustiga ustak biz ularga cheksiz vaqt beryapmiz. Cheksiz vaqt ichida esa ular bemalol bu ishni qilib ko'rishi mumkin. Tasavvur qilaylik, bir dunyo endermenlar Strongholdning yoniga borishga qaror qilishdi. Ammo biz mana shu yerda ikkinchi devorga duch kelamiz. Yerni qazish. To'g'ri, endermenlar loy hamda tuproqni ola olishadi, lekin ular toshni ko'tara olishmaydi. Endi ssenariyga qorbola hamda Creeper kirib keladi. Bizda faqat 5 tagina mob bor, Creeper yo'q-da, adashmasam. Yo bormidi? Uyamay Creeper'ni otarmidi? Qorbola. Agarda u ikkisi biz xohlagan nuqtaga to'g'ri yetib kelsa, ular bir-biri bilan urushgan holda bloklarni buzishi mumkin. So'rayman hozir. Man Manimcha o'tmasdi. Men bilgandim. videoni o'zi xato ekan, nima olganda. Bizda cheksiz vaqt borligini hisobga olsak, ularga bemalol yerni qazib Qanday tushibdi bu qorbolalar hozir? Men Creeperlar qanday kelibdi? Hmm. Yo, birinchidan qorbola bo'lish uchun qor kerakda. Birinchi, dash endermenni olib keladi degan, Creeperlar spawn bo'lishi kerak. Aytyapman, hamma narsa o'yinchiga bog'langan, butun o'yin. Creeperlar o'z-o'zidan paydo bo'la olmaydi. Minecraftda prost optimizatsiyasi bunga yo'l qo'ymaydi. Tasavvur qil, sen umuman bormaydigan joyda moblar spawn bo'ladi, tim bola o'sha umuman generatsiya bo'lmagan. Generatsiya bo'lgan taqdirda ham optimizatsiyada bu yerda hech nima paydo bo'lmaydi. Tim bola o'yinchi bo'lishi kerak shu moblar paydo bo'lishi uchun. Kommentariyaga Aslbek miyasi kuchlimi nimadir deb yozib qo'ydi. Strongholdning tagigacha tushishga bemalol vaqt bo'la oladi. Ammo sizda savol tug'ilishi mumkin, qorbola qanday qilib paydo bo'lishi mumkin Minecraft dunyosida? Buning uchun esa bizning bosh qahramonimiz Enderman yordamga keladi. Ammo uning boshiga qo'yish uchun qovoqni u qayerdan oladi degan savol tug'ilishi mumkin. Buning javobi ikkita: avampost hamda mansion. U yerda biz tayyor kesilgan qovoqlarni ko'rishimiz mumkin. Agar Enderman ularni tasodifiy ravishda olib hamda qorli biomlardagi qorning ustiga qo'ysa, u yerda qorbola tug'ilish imkoni paydo bo'ladi. Demak, hech qanday muammo yo'q. Qandaydir kichik ehtimol bilan Creeper hamda qorbola uchrashib qolib, ular u yerni buzib ketish ehtimoli Hammasi bitta kadrligini bilib qoldim shunaqa videolarni. Chunki yana cho'chqa o'shanda qaraydi, o'sha joyda kelibdi. hamda millionta blok qazish ehtimoli bor. Hammasi mukammal, ammo shu yerda yana bir savol tug'iladi. Axir qanday qilib moblar ender ko'zlarini portalga joylashtira olishadi? Hop, Nu, tasavvur qilaylik, biz hozir savol beraman. Va biz eng katta devorga duch kelamiz. Minecraft o'zini o'zi yutishining yagona imkoniyati bu ender ko'zlarning 12tasi ham allaqachon qo'yilgan bo'lishi kerak. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, buning imkoni bor. Trilliondan bitta imkoniyatdagi setda mana shunday allaqachon Deganda Minecraft faqat trilliondan bittagina yerda yashayveradi. Agar shunaqa biz yaxshi deb rostdan deb o'ylasak, trillion yo, yerdan. yo, faqat bitta sit deyapti hozir. Faqat bitta sitda bor deyapti. U bitta sitda emas, juda ko'p sitlar bor. Просто topish muammoda. Nu, bizda ko'p variantlar bor. mavjud hamda bularning bir nechtasi allaqachon topilgan. Tasavvur qilaylik, juda kichik imkoniyat bilan biz mana shunday omadga duch keldik. Minecraftga ko'ra endermenlar o'z qo'llariga ushlab turgan blokni endga olib borishlari mumkin hamda ularning bloki hech qayerga yo'qolib qolmaydi. Ammo ender ajdarxoni kristallarni yo'q qilmasdan o'ldirib bo'lmaydi va kristallarni faqat biz o'yinchi yo'q qila olamiz. Ammo skeletlar ham o'q uzishi mumkin, lekin bu holatlar Mumkinmi? To'xta. Nima kristaldagi o'qizishi mumkin? Ha. Skelet o'yinchidan boshqa hech nimaga o'tmaydi-ku. Uzog'i bilan o'ziga o'xshagan skelet agar o'tib tegib ketsa, o'ta qanday skelet tipa ayt, men mana shu kristalga o'taman deb o'ylaydi. juda ham kichik ehtimollar kerak bo'ladi bizga.
yoki endermenlar qorbola yasash orqali qorbolalar endermenlarga yoki mana bunday agressiv moblarga hujum Nagli qorbola kristal minorani ustida. Qanday? Endermenlar hop teleport qilib chiqdi desak ham baribir. Yasashdan kamida 3 ta kerakda. Uchalasidan ikkitasi qorbloq, bittasi shunaqa kallarni olib olish kerak bo'ladi. Qanday bu? Tepaga chiqib olib qor bilan bitta Ya bittalar agar mana shu videoni egasidaqa o'ylayotgan bo'lsak, tepaga teleport qilib chiqib, baribir tanlangan bo'lish kerak-da. Ular ham ikkitasi qorbloq, bitta shunaqa kalla ko'tarib olish kerak. qilish orqali yo mayli, kristallarni to'xtab turdi. Bashnali balandligi borda. O'sha balandlik yo'l qo'ymaydi. Agar skeletlar pastda bo'ladigan bo'lsa, tepaga chiqa olmaydi prosta. Pastda bo'ladigan bo'lsa ham ular prosta ko'rmaydi, distansiyasi yetmaydi. Eng pastga yetishi mumkin, sal past. Lekin shunda ham tegish shansi kamda. sindirish imkoniyati bor va bu juda ham kichik bo'lishi mumkin. Hattoki creeper yordamida zanjirli kristallarni ham sindirish imkoniyati bor. To'g'ri, endi ajdarga biz qandaydir creeper yoki qorbola to'plari bilan hujum qilib qolish ehtimollari bor. Lekin Ender Dragonni yaxshiroq narsa bilan o'ldirishimiz kerak. Masalan, TNT. Minecraft dunyosida dinamit uchrashi mumkin bo'lgan ikkita hudud bor. Ulardan biri bu piramida. Albatta, u yer ostida bo'lganligi uchun Enderman ularni umuman ola olmaydi. Lekin ikkinchi joydan olishi mumkin. Bu mansiondagi sirli xona bo'lib, u fake portal room deb ataladi hamda u yerda ikkita TNT doim bo'ladi. Milliard yillar ichida bunday TNTlardan ko'proq yig'ish mumkin. Qandaydir million yillar davomida biz ushbu dinamitlarni bir qatorga Hop. Entalar yetmaydi, prosta yetmaydi menimcha. Minecraft mer katta, lekin yerda unaqa avtopostga chiqish shansi ham kam. Team bo'l shunaqa xonalisi kerak bizlarga. Unaqa videoda ko'rsatilganidaqa chiqdi. Ma'lum bir tidga bog'langan narsa u. Ayniqsa generator qilgan yerda ishonch tinida bo'ladimi, yo'qmi, hech kim bilmaydi. U yerda generator qilib ko'rmaguncha yoki tayyor set qilib ko'rmasak. tizdik. Ammo ularni portlatishning qanday yo'li bor? Buning faqatgina bittagina imkoniyati mavjud. Agar skelet tasodifan portalga kelib, uning qo'lidagi kamonda olovli o'q sehri bo'lsa hamda u qorbolaga otayotganda biroz xatolikka erishib TNTga otsa, tamom. Minecraft bizsiz faqat xatoliklar bilan yasash mumkin ekanda. Agar bu bolani o'ylashicha bo'lsa. Biz prosta bo'lish kerak, o'yinchi bo'lish kerak, umuman aralashmaslik kerak. Shu bilan birgalikda shunaqa zo'r sit bo'lishi kerak. Hammasi tiliq ishlashi uchun. o'zini o'zi yengdi. Ya'ni bunaqa holatga erishish uchun juda anavi to'g'ri tozlangan mer bo'lish kerak-da. Endi mag'lubiyatga uchradi. Qanchalik yilda Imkoniyat qanchalik kichik. randomli holatda bo'lib qoladi. Rost aytaman, men montajman gapiraman-da, montaj yaxshi tushunaman. Mana shu kadr yana 3-marta qaytarilyapti, qara. Bo'lmasin, u baribir mavjud. Shunday Mana cho'chqa. Hozir qaraydi bak. ekan, buning imkoni bor. Ana. Hozir yana qaraydi, ketib Do'stlar, boradi. bugungi Assalomu videomiz shular alaykum. bilan yakunlandi. Albatta kanalga obuna bo'lib, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qo'yishni unutmang. Biz tezroq 10 ming ta obunachiga erishishimiz kerak. Video haqida o'zlaring fikrlaringni xohlasanglar bu bolaga yozib qo'yinglar. Mana Daring Dil MC, Daring Dil MCdir balki. 968 ta like bosib qo'yardimmi, men lekin inkognito rejimidaman, chunki rekomendatsiyamda bunaqa videolar chiqishini xohlamasdim. Все, bo'ldi. Menimcha biz qachon bu хотя бы 100 ta bo'lamiz. Kanalimda o'zi nechta obunachi bor? Bu mantiqsiz. Xullas, do'stlar, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va bundan ham qiziqarli videolar chiqishini nima deyapman? Xullas, xayr.